Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va kelajakdagi nafaqaxo'rlar. Sizni bugun muhim bir mavzu atrofida yig'ilganimizdan xursandman. Men sizning huquqlaringiz himoyachisi sifatida, pensiya qonunchiligi bo'yicha ekspert yurist sifatida ushbu videoda birinchi martadan boshlab pensiyalarning rekord darajada oshishi, shuningdek, sug'urta va nafaqa tizimining tubdan o'zgarishi haqida to'liq va atroflicha ma'lumotga ega bo'lishingizni va'da qilaman. Bu nafaqat yangilik, balki ko'pchiligingizning hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin bo'lgan haqiqiy voqelikdir. Diqqat! Bu xabar millionlab pensionerlarimizning hayotini yanada farovon va adolatli qilishga qaratilgan ulkan islohotlar xabarchisidir. Bu shunchaki birgina o'zgarish emas, balki butun bir tizimning qayta qurilishi. Shu sababli har bir fuqaro uchun katta ahamiyatga ega. Eslab ko'ring, aziz pensionerlarim, umringizning eng sermahsul yillarini 20, 30, ba'zida hatto 40 yil davomida davlat va jamiyat taraqqiyoti uchun sarflaganingizni. Siz quruvchi edingiz, o'qituvchi edingiz, shifokor edingiz, dehqon edingiz, har biringiz o'z sohangizda halol mehnat qildingiz. O'z tilingizda aytganda, qo'lingizga qil qadalib, peshona teringizni tokib ishladingiz. Sizning har biringizning ortingizda qurilgan binolar, ta'lim olgan avlodlar, davolangan bemorlar, yetishtirilgan hosil bor. Siz vatan uchun o'z umringizni bag'ishladingiz, uning yuksalishi uchun fidokorona xizmat qildingiz. Biroq ko'pchiligingizning pensiyangiz o'sha paytdagi tirikchilik uchun ham yetarli bo'lmagani, farzandlaringiz va nabiralaringiz yordamiga muhtoj bo'lib yashashga majbur bo'lganingiz, o'z mehnatingizning rohatini to'liq ko'ra olmaganingiz achchiq haqiqat edi. Necha kishilar o'z uyida, dalada, zavodda, maktabda, qayerda bo'lmasin, tomirini yirtib, farzandlarining kelajagi uchun yelkama-yelka turib ishladi. Ammo nafaqaga chiqqanda o'sha mashaqqatli mehnatning rohatini ko'rmadi. Ko'pchilik uchun 30-40 yil ishlagandan keyingi pensiya ham o'sha davrdagi tirikchilik uchun juda kamlik qilgani sir emas. Bu sizning mehnatingizga nisbatan adolatsizlikdek tuyulgan bo'lishi mumkin. Qancha odamlar o'z yoshligini, sog'ligini shu jamiyat uchun fido qildi, ammo keksalikda o'ziga yarasha munosib hayot kechirishga qiynaldi. Bugun men sizdan so'rayman, o'zingizni shuncha yil davomida sidqidildan mehnat qilgan inson deb hisoblaysizmi? Sizningcha o'sha yillik fidokorona mehnatingizga munosib baho berildimi? Shunday bo'lsa, iltimos, sharhlarda qancha yil ishlaganingizni va pensiyangiz qancha bo'lganini yozib qoldiring. Keling, birgalikda bu masalani ochiq-oydin muhokama qilamiz. Sizning har bir hikoyangiz, har bir tajribangiz biz uchun juda muhim. Bu bizga tizimning avvalgi kamchiliklarini tushunishga va kelajakdagi islohotlarni yanada takomillashtirishga yordam beradi. Bundan buyon shu kabi muhim yangiliklarni, qonundagi o'zgarishlarni birinchi bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Zero, qonunlarni bilish, huquqiy savodxonlik, bu esa sizning ertangi kuningiz kafolatidir. Biz doimiy ravishda sizni eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlar bilan ta'minlab boramiz, chunki sizning huquqiy himoyangiz biz uchun ustuvor vazifadir. Har bir yangilik, har bir qonun loyihasi haqida sizni xabardor qilib borishga va'da beramiz, toki siz o'z huquqlaringizdan to'liq xabardor bo'ling va hech qanday muhim o'zgarishni o'tkazib yubormang. Avvallari pensiya hisoblash tizimi juda murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Ko'pchilikning fikricha, u uzoq yillar halol mehnat qilgan insonlarning xizmatlarini yetarlicha qadrlamas edi. Pensiyalar odatda belgilangan minimum miqdorlarga bog'liq bo'lib, inflyatsiya ularning xarid qobiliyatini yillar davomida kemirib borardi. Ba'zan hatto 40 yil ishlagan insonning pensiyasi 20 yillik stajga ega bo'lgan kimsaning pensiyasidan sezilarli farq qilmasdi. Bu esa adolatsizlik tuyg'usini uyg'otardi. Bunday holatlar ko'pincha noroziliklarga sabab bo'lar. Odamlar o'z mehnati samarasini to'liq ko'ra olmaslikdan shikoyat qilishardi. Pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi, mehnat staji va boshqa ko'plab omillar inobatga olingan bo'lsa-da, yakuniy natija ko'pincha kutilganidan ancha past bo'lar edi. Bu esa pensionerlarni doimiy ravishda o'z oila a'zolarining moddiy yordamiga tayanib yashashga majbur qilardi. Bundan tashqari, norasmiy sektorda ishlaganlar yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q bo'lganlar ko'pincha eng kam pensiya bilan qanoat qilishga majbur bo'lishardi. Mehnat daftarchalarida xatolar, hujjatlarning yo'qolishi yoki arxivlarda saqlanmaganligi kabi muammolar minglab fuqarolarimizning huquqlarini buzib kelgan. Ko'plab holatlarda fuqarolar o'zlarining nafaqa miqdorini tushunishga yoki uning qanday hisoblanganini aniqlashga qiynalishardi.
Bu esa ko'plab savollar, noroziliklar va hatto sudga murojaatlarga sabab bo'lardi. Natijada odamlar turli idoralar eshigini taqillatib, sarson-sargardon bo'lishardi. Eski tizimning murakkabligi va shaffof emasligi ko'p jihatdan uning asosiy kamchiligi edi. Bu tizim ko'pincha ijtimoiy adolat tamoyillariga to'liq javob bera olmasdi. Chunki u har bir insonning o'ziga xos mehnat yo'lini va uning jamiyatga qo'shgan hissasini to'liq aks ettira olmasdi. Hukumat bu muammolarni yaxshi tushunadi va shuning uchun ham tub islohotlarga qo'l urmoqda. Bu islohotlar xalqimizning uzoq yillik intilishlari va talablariga javoban amalga oshirilmoqda. Endi esa birinchi martdan boshlab sug'urta va nafaqa tizimi umuman o'zgaradi. Bu esa har bir fuqaroning kelajakdagi farovonligini ta'minlashga qaratilgan yangi, adolatliroq va shaffofroq yondashuvni anglatadi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mehnatga munosib baho berish va har bir fuqaroning keksalik yoshida munosib turmush kechirishini ta'minlashdir. Xo'sh, bu yangi tizim qanday o'zgarishlarni olib keladi va kimlar bu o'zgarishlardan eng ko'p manfaat ko'radi, kimlar esa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchi navbatda pensiya ta'minoti qoidalari bo'yicha uzoq muddat rasmiy ish stajiga ega bo'lgan, doimiy ravishda sug'urta badallarini to'lab kelgan fuqarolarimiz bu islohotlardan eng ko'p foyda ko'radilar. Ayniqsa, o'z kasbiga sadoqat bilan yillar davomida xizmat qilgan, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar, injenerlar, uzoq yillar ishlab chiqarish sohasida, xizmat ko'rsatish sohasida mehnat qilganlar. Sizning mehnat stajingiz va to'lagan ijtimoiy ajratmalaringiz endi pensiya miqdorini belgilashda yanada muhimroq va hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu adolatli, chunki siz jamiyatga ko'proq foyda keltirgansiz va davlat gaznasiga ko'proq hissa qo'shgansiz. Yangi tizimda har bir insonning shaxsiy hisobvarag'iga to'plangan badallar uning pensiyasining asosini tashkil etadi. Bu esa o'z-o'zidan adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Siz qancha ko'p va qancha yaxshi ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz ham shunchalik yuqori bo'ladi. Bu albatta uzoq yillar vijdonan mehnat qilganlar uchun katta rag'batdir. Misol uchun, 35 yildan ortiq stajga ega bo'lgan o'qituvchi yoki 40 yil davomida zavodda ishlagan muhandisning pensiyasi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy ahamiyatga ega kasb egalari, masalan, harbiy xizmatchilar, huquq-tartibot organlari xodimlari va boshqa ayrim toifadagi fuqarolar uchun ham alohida imtiyozlar saqlanib qoladi yoki yangilari joriy etiladi. Bu esa har bir kasbning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini hisobga olgan holda amalga oshirilayotgan adolatli yondashuvdir. Biroq shuni ham unutmaslik kerakki, ba'zi toifadagi fuqarolarimiz ehtiyot bo'lishlari lozim. Bular kimlar? Rasmiy ish staji qisqa bo'lganlar, bir qancha sabablarga ko'ra hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, shuningdek, pensiya ta'minoti uchun hisobga olinmaydigan davrlarda ishlaganlar. Masalan, ba'zi bir tadbirkorlik faoliyati turlari yoki xorijda ishlash davrlari, agar ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, pensiya stajiga kirmasligi mumkin. Shuningdek, qora yoki kulrang ish haqi bilan ishlaganlar ham o'zlarining haqiqiy mehnatiga yarasha pensiya ololmaslik xavfi ostida qoladi. Chunki ularning sug'urta badallari davlat tomonidan yetarli darajada qayd etilmagan bo'ladi. Bu holatda sizning vazifangiz barcha hujjatlaringizni to'liq tekshirish, yetishmayotganlarni tiklash yoki rasmiylashtirishdir. Bu albatta qiyin jarayon bo'lishi mumkin, ammo kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun juda muhimdir. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'sh joylar, xatolar bo'lsa yoki ish joyidan ma'lumotnomalar yo'qolgan bo'lsa, darhol choralar ko'rishingiz kerak. Eski yillardagi hujjatlarni arxivlardan topish, guvohlarning ko'rsatmalarini to'plash kabi ishlar bilan shug'ullanishga to'g'ri keladi. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmasdan harakatni boshlash muhimdir. Pensiya islohotlari shaffoflikni oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, har bir fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi va o'z huquqlarini himoya qilish uchun harakat qilishi zarur. E'tibor bering, har bir detal muhim. Hatto bir necha oylik staj ham umumiy pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun vaziyatni jiddiy qabul qiling va huquqiy maslahatchilardan yordam so'rashdan tortinmang. O'zingizning mehnat stajingizni to'g'ri hisoblash va barcha zarur hujjatlarni rasmiylashtirish sizning zimmanizdagi eng muhim vazifalardan biridir. Aziz tomoshabinlar, sizningcha eski pensiya tizimida eng katta adolatsizlik nimada edi? Qaysi jihati sizni eng ko'p tashvishga solgan va sizning yoki yaqinlaringizning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan? Ehtimol, kimdir 40 yillik ish staji bilan eng kam pensiya olgan bo'lsa, kimdir esa qisqa muddat ishlagan bo'lsa-da, katta pensiya olganlardan shikoyat qilgandir.
yoki pensiyani hisoblashdagi murakkabliklar, hujjatlarni to'plashdagi qiyinchiliklar sizni bezovta qilganmikin? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va islohotlarning yanada samarali bo'lishiga xizmat qilishi mumkin. Bu bizga kelajakda qanday yo'nalishlarda ishlashimiz kerakligini tushunishga yordam beradi. Sizning tajribangiz bu bebaho ma'lumot manbaidir. Xo'sh, bu yangi tizimga moslashish va maksimal foyda olish uchun nima qilish kerak? Men sizga bir nechta aniq va amaliy tavsiyalar bermoqchiman. Birinchi va eng muhim tavsiya: barcha mehnat hujjatlaringizni, jumladan mehnat daftarchangiz, ish joyidan ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi hujjatlarni sinchkovlik bilan tekshiring. Hujjatlaringizda xatolar, to'liqsizliklar yoki nomuvofiqliklar bormi? Masalan, familiya, ism, otangizning ismida farqlar, ishga kirish va chiqish sanalarida chalkashliklar yoki ish haqi miqdori noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Agar qandaydir boshliqlar yoki noaniqliklar bo'lsa, ularni bartaraf etish uchun darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Bu sizning oldingi ish joyingiz, arxivlar yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish bo'limlari bo'lishi mumkin. Hatto kichik bir xato ham pensiya tayinlash jarayonida katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mutaxassislar bilan shaxsan maslahatlashing. Ular sizga yangi hisoblash mexanizmlari, sizning shaxsiy holatingizda pensiya miqdorini aniqlash tartibi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Bu maslahatlar bepul va juda foydali bo'ladi. Sizning har bir savolingizga javob berishga ularning mutaxassislari tayyor. Shuningdek, ulardan o'z pensiyangizni qayta hisoblash bo'yicha ariza namunasini olishingiz va uni to'g'ri to'ldirish bo'yicha ko'rsatmalar olishingiz mumkin. Ba'zi joylarda elektron navbat tizimlari ham mavjud. Bu esa sizning vaqtingizni tejashga yordam beradi. Uchinchidan, agar sizning mehnat stajingizda rasmiylashtirilmagan davrlar bo'lsa, ularni tasdiqlash uchun barcha mavjud imkoniyatlardan foydalaning. Guvohlarning ko'rsatmalari, arxiv hujjatlari yoki boshqa dalillar yordam berishi mumkin. Masalan, agar siz qishloq xo'jaligida, jamoa xo'jaligida rasmiylashtirilmagan holda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davrdagi mahalliy hokimiyat organlaridan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Yoki bir nechta guvohlarni toping. Ular siz bilan birga ishlaganliklarini tasdiqlab berishlari mumkin. Sudga murojaat qilish ham oxirgi chora sifatida ko'rib chiqilishi mumkin, agar boshqa barcha usullar natija bermasa. Bu jarayon qiyin va uzoq davom etishi mumkin, lekin sizning mehnatingizga munosib pensiya olish uchun kurashishga arziydi. To'rtinchidan, agarda siz hali nafaqaga chiqmagan bo'lsangiz va qo'shimcha daromad topish imkoniyatingiz mavjud bo'lsa, rasmiy ravishda ishlashga harakat qiling. Bu sizning kelajakdagi pensiyangiz miqdorini sezilarli darajada oshirishi mumkin, chunki yangi tizim har bir to'langan sug'urta badalini inobatga oladi. Hatto yarim stavkada ishlash ham, biror qism vaqtli ish ham sizning pensiya kapitalingizni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini ham qonuniy rasmiylashtirib, ijtimoiy ajratmalarni to'lab borish orqali kelajakdagi pensiyangizga hissa qo'shishingiz mumkin. Unutmang, har bir rasmiy ishlagan kun, har bir to'langan sug'urta badali sizning kelajakdagi farovonligingizga qo'yilgan investitsiyadir. Bu bugungi qilgan harakatingiz ertangi kuningizning kafolatidir. Beshinchidan, yangi qonunchilik hujjatlarini, Vazirlar Mahkamasining qarorlarini va pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonlarini diqqat bilan kuzatib boring. Ba'zi o'zgarishlar sizning foydangizga bo'lishi mumkin va ularni bilish sizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi. Bizning kanalimiz ham ushbu ma'lumotlarni sizga o'z vaqtida yetkazib berishga harakat qiladi. Shunday qilib, aziz do'stlar, ushbu video boshida aytganimizdek, 1-martdan boshlab pensiya va nafaqa tizimida ulkan o'zgarishlar kutilmoqda. Bu shunchaki kichik o'zgarishlar emas, balki butun tizimni adolatliroq va shaffofroq qilishga qaratilgan fundamental islohotlardir. Yangi tizim sizning yillar davomida qilgan halol mehnatingizga munosib baho berishga intiladi. Har bir insonning shaxsiy hissasini qadrlashga intiladi. Bu umid qilamanki, ko'pchiligingizning pensiyangizni rekord darajada oshirishga olib keladi va sizga munosib keksalikni ta'minlaydi. Ammo eng muhimi, bu islohotlar sizning hayotingizni chindan ham yaxshi tomonga o'zgartira oladimi? Sizningcha, bu yangi qoidalar sizning uzoq yillik mehnatingizga munosib ravishda adolatni ta'minlay oladimi? Eski adolatsizliklarni butunlay bartaraf eta oladimi? Izohlarda o'z fikringizni kutib qolaman. Siz ushbu o'zgarishlarga qanday qarayapsiz? Ulardan umidlaringiz qanday? Sizning har bir fikringiz biz uchun juda muhim.